Assalamualaikum. Bugün kuyan go'shtini foydalari haqida, salomatlik uchun foydalari haqida gaplashib o'tamiz. Kuyan go'shtining eng muhim foydalari bu oqartirilgan oqsil manbai birinchisi. Kuyan go'shtining 100% gramında taxminan 20-22 gram oqsil mavjud bo'ladi. Bu mushaklarni tiklash, o'sish va immunitetni qo'llab-quvvatlash uchun juda foydali. Ikkinchisi, yog'i juda kam. Kuyan go'shti mol yoki qo'y go'shtiga qaraganda ancha yog'siz. Shu sababli vazn tashlashni istaganlar uchun yaxshi tanlov hisoblanadi. Uchinchisi, yurak uchun foydali. Unda shu to'yingan yog', natriy kam bo'lgani uchun yurak qon tomir salomatligini qo'llab-quvvatlaydigan ovqatlar qatoriga kiradi. To'rtinchisi, vitamin va minerallarga boy kuyan go'shti B12 vitamini, B6 vitamini, temir, fosfor, kaliy, selen kabi muhim moddalarni o'z ichiga oladi. Bu moddalar qon hosil bo'lishi, asab tizimi va energiya almashinuvi uchun muhim hisoblanadi. Beshinchisi, oson hazm bo'ladi. Kuyan go'shti yumshoq va yengil bo'lgani uchun bolalar, keksalar hamda oshqozoni sezgir insonlar uchun mos bo'lishi mumkin. Kam kaloriyali. Odamlar 100 gram kuyan go'shtinda taxminan 130-170 kilokaloriya bo'ladi. Shu sababli sportchilar va parhez tutayotganlar uchun juda ko'p iste'mol qilinadi. Shular uchun yaxshi. Mushak o'sishine yordam beradi. Yuqori sifatli oqsil mushak massasini saqlash va tiklashda muhim rol o'ynaydi. Shu bois sport bilan shug'ullanuvchilar uchun ham yaxshi tanlov. Allergiya xavfi past. Bu da ya'ni ba'zi tadqiqotlarda kuyan go'shti boshqa ayrim go'sht turlariga qaraganda kamroq allergik reaksiya chaqirishi mumkinligi qayd etilgan. Xulosa, shu kuyan go'shti oqsilga boy, yog'i kam, vitamin va minerallarga boy, serob, parhezbop go'sht hisoblanadi. Lekin har qanday mahsulot kabi uni ham muvozanatli ovqatlanish tarkibida iste'mol qilish tavsiya etiladi. Videomiz foydali bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kanalimizdan uzoqlashmang.